Ziyofatlarga alayda mos keladigan o'zbekcha vanskop qurda qilishni o'tib qo'yay. Itsul intayin oddiy, qo'lingizning 5 barmoqi bo'lsa italaysiz. Ta'mi gap ketmaydi, o'zgacha alayda bir tam qinamiz birlikda o'rganayli. Muvaffaq miqdorda kalgushni videoda ko'rsatgan bo'yicha ezib tayyorlab olgandan keyin buningga qunaq kraxmal qo'shmaymiz. Qattiq nam bo'lib qolsa, azroq suv quyib yumishtirib olgandan keyin Sinjang so'ng piyozni silib, videoda ko'rsatgan bo'yicha ezish mashinamizda ezib tayyorlab olamiz. Buning tam xurishlaridan tuz, sira, oqmush, qarmush, ta'min taqim yaxshi chiqaray desangiz, azroq jijin, azroq sumay qo'yib, tashchi elashtirib qiyma qilib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Taom xumar do'stlarimiz uchun 60 xil dars tayyorladim. Buning ichida cho'ng taqsliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. 60 xil taom to'piga tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 77 33 ekran ustidagi nomer shu. Ketarlik materiallardan saykavsi, chayza, yangyu, tandur, piyazlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha yumaloqlab to'g'rab tayyor qilib olamiz. Tayyorlab olgan qiymimizni videoda ko'rsatgan bo'yicha yumaloqlab tayyor qilib olgandan keyin baqqali pishiradigan listning ichiga videoda ko'rsatgan bo'yicha bir-birini ratlik holatda tizib tayyorlab olamiz. Endi buning suyini tayyorlab olaylik. Suyu 4-5 tal kava uchun cho'ng zira, xushpuroq yopirmoq silib, qizartish uchun loz uni, azroq tuz, hamdir qiyami, jijin, oqmus silib, azroq qaynoq suv quyib tashib elashtirib olamiz. Men azroq pinni savatdim. Yaxshi ko'msanglar, samsanglar bo'ldi. Duxovkalarning avvali qarta 230 gradusda 50 minut yoki 40 minut atrofida pishirib olsanglar bo'ldi. Tam ajoyib o'zga